Bugun hammamizni qiynaydigan bir savolga javob topishga harakat qilamiz. Hayotimni o'z qo'limga qanday olsam bo'ladi? Kimdir ishga ko'milib ketgan, kimdir nimalar qilayotganini va kuni qanday o'tayotganini bilmay qoladi. Kimdir esa shunchaki o'zini nimani xohlashini ham bilmaydi. Lekin aslida hayotni boshqarish bu qiyin emas, balki o'zingizni anglashdan boshlanadigan har birimizning qo'limizdan keladigan ish. Keling, bu borada dunyodagi rejalashtirishga oid mashhur kitoblardan foydali sirlarni birgalikda bilib olamiz. Tayyormisiz? 7 ta samarali inson odati. Muallif Stiven Covey. Maqsad bilan harakatlanishning kuchi. Kitob natijalarni ko'zlab harakatlan degan hayotiy tamoyilni o'rgatadi. Muallifning fikricha, muvaffaqiyatga erishish uchun avvalo hayotingizni qanday boshqarish va uni rejalashtirishni bilish shart. Ko'pincha biz g'ildirakda yugurayotgan sichqonchaday doim harakatdamiz, lekin qayerga borayotganimizni bilmaymiz. Ko'vining siri shuki, eng muhim ishni birinchi qiling. Bu shunchaki bugungi ishlar ro'yxati emas, balki orzu va maqsadlaringizga xizmat qiladigan ishlarni birinchi o'ringa qo'yish demakdir. Kichik, ahamiyatsiz yumushlarga kuch sarflamaslik orqali siz haqiqiy katta yutuqlarga erishasiz. Hayotni boshqarish bu qayerga ketayotganingizni aniq bilish va shu yo'ldan og'maslik. Hayot bu shaxmat. Shoshilmang. Har bir yurishingizni o'ylang. Atom odatlar. James Clear. Kichik bir tomchi ham oxiri ummon bo'ladi. Kitobda juda oddiy. Ammo hayotni o'zgartiruvchi g'oya bor. Kichik o'zgarishlar ulkan natijalar beradi. U oddiy odatlarni o'zgartirish orqali katta muvaffaqiyatlarga erishishning zamonaviy va juda amaliy yo'lini ko'rsatadi. Bu qanday ishlashini bilasizmi? Muallifning aytishicha, har bir kichik amal o'zida katta imkoniyatlarni yashiradi. Tasavvur qiling, agar siz har kuni atigi bir oyatdan Qur'on o'qisangiz yoki atigi bir dona arab harfini o'rganishni boshlasangiz, 1% yaxshiroq bo'lsangiz, bir yilda umumiy natijalaringizda 37 barobar sezilarli o'zgarish yuz beradi. Bu hayotingizni boshqarishning eng sodda, ammo eng samarali usuli. Katta qadamlar tashlashingiz shart emas. Kichik, ammo muntazam va to'g'ri odatlar butun hayotingizni o'zgartirib yuborishi mumkin. Har bir kichik g'alaba bu sizning hayotingizga yo'naltirgan atom energiyangiz. Hozirning kuchi Ekxart Tolle. Hozirgi lahzani his qilishning ajoyib siri. Kitobda muallif hozirgi paytni to'liq his qilish va o'z ichki quvvatimizni faollashtirishni o'rgatadi. Uning fikricha, maqsadlarga harakat qilishda ham hozirgi onni to'liq his qilib yashash juda muhim. Biz ko'pincha ertaga qilaman, kecha nima qildim deb o'tmish va kelajak orasida yashab yuramiz. Bu esa hozirgi onning quvvatini o'g'irlaydi. To'li aytganidek, hozirgi paytni anglash va unga to'liq berilish sizni maqsadlaringizga yaqinlashtiradi. Hayotingizni boshqarishning birinchi qadami bu hozirgi onga butun e'tiboringizni qaratish, uni to'liq his qilish va unda harakat qilishdir. Faqat hozirgi damda siz haqiqiy tinchlik, xotirjamlik va ijodiy quvvatni topa olasiz. Aynan hozir qilishingiz kerak bo'lgan narsa uchun shu zahoti bir daqiqa ajrating. Diqqat! Chalg'ituvchi dunyoda muvaffaqiyat sirlari. Kel Newport kitobda muallif kamroq vaqt sarflab, maksimal natijaga erishish imkoniyatini o'rgatadi. Uning ta'kidlashicha, kundalik chalg'ituvchilardan qochib, o'zingizni maqsadga yo'naltirish uchun kerakli vaqtni ajratish juda muhim. Newport bir ishga butun diqqatni jamlash orqali maksimal samaradorlikka erishish mumkin dedi. Bugungi kunda bizni telefon bildirishnomalari, ijtimoiy tarmoqlar, turli aqlli ma'lumotlar chalg'itadi. Hayotingizni boshqarish uchun sizga diqqatni jamlay olish qobiliyati kerak. Ya'ni, bir vaqtning o'zida faqat bitta vazifaga butun energiyangizni yo'naltirish. Miyangizni chalg'ituvchilardan himoya qiling va faqat muhim narsalarga e'tiboringizni qarating. Bir o'q bilan 2 quyonni ura olmasangiz, ikkinchisiga keyin o'q uzing. Tong mo'jizasi Hal-Erot. Kitobda muallif har kunni 6 ta muhim odat bilan boshlashni taklif qiladi. Bu odatlar odamni harakatga keltirish, o'ziga bo'lgan ishonchni oshirish va maqsadlariga erishishda yordam beradi. Sukut, ijobiy tasdiqlar, vizualizatsiya, jismoniy mashqlar, mutolaa, yozish sizning kuningizga kuchli boshlanish beradi. Erta tongni samarali o'tkazish sizni o'zingizni boshqarish va maqsadlaringizga erishishga yordam beradi. Tongni nazorat qilish orqali siz butun kuningizni va butun hayotingizni nazorat qilasiz. Bu kichik, ammo juda kuchli tonggi marosimlar sizning hayotingizni o'z qo'lingizga olishda haqiqiy mo'jiza yaratishi mumkin.
Uyg'onish bu nafaqat tanani, balki qalb va ongni uyg'otishdir. Hayotingiz sizning qo'lingizda. Hayotingizni boshqarish bu yuqoridagi ma'lumotlarni o'zingizga moslab, kichik qadamlar bilan amalga oshirishdir. Avvalo o'zingizni anglang, keyin maqsadlaringizni aniqlab, ularga erishish uchun muntazam, kichik odatlarni hayotingizga joriy qiling. Bu kitoblardagi g'oyalar sizga yo'l ko'rsatuvchi bo'lib xizmat qiladi. Agar bu video siz uchun foydali bo'lgan bo'lsa, kanalga obuna bo'lishni unutmang. Alloh foydali ilm bersin barchamizga. Qaysi kitob sizga eng ko'p yordam bergan? Fikrlaringizni izohlarda kutib qolaman.